Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu vassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli büyütüganlar, adamzatın yüreğini taza bolusu ana imanına baylanıştığı bolar. İmanlı adam hiç kaçan jaman oylar, jaman işler bilen alik bolboyt. Emi can dünyamız karangılıkka batır, oylarımız bozulup, köngülümüz çögüp durganda bizge en çok jardan bere turgan jana tabılgız kural bu Allah Teala'nın zikri. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da "Fazkuruni azkurukum." Meni estegile men sizlerde esteyim. Meni estegile men sizlerde esteyim. Hurmatlı bir tuğanlar, hazırda zikirnin inşallah biz faziletlerini aytabız. Biro Allah Taala'nın meni estegile men sizlerde esteyim degen sözü özü bizge жетиштүү болуш керек. Daim Allah Taala'da zikir kılığa. Meni estegile, meni zikir kılığa, men dağı sizlerde zikir kılam degen söz. Allah Taala'nın sözü bu. Hurmatlı bir tuğanlar, çoğurak adam sizi bir çoğuluşta zikir kılıp kalsa, kılgan işlerinizi. Bana falanca ajake no işlerdi жақсы жасады, no жолубузду оңдоп берди, no арыкты ачып берди, no экиндерди эгип, no кооз кылып, жақсы кылып койдум no көчөнү деп, сизи кылган иштериңизди bir чоңураак адам келип мактап койсо, сиз өзүңүздү кандай хис кыласыз? Агар сизи президент мактап койсочу, bir чоң чогулушта президент келип сизи мана паланчы үлгүлүү иштерди кылып атат, караңыздар деп işlerinizi maktap, çoğuluşta şu sizni maktap koysa, hurmatlı bir tuğanlar, siz ömür boyu şu prezident kelgen yılı, prezident kelgen gün, oşo padişah kelgen saatı, padişah kelgen aytıp atkan uçur vakitni siz esте saklap kalasiz. 80'ge kelgeninizde dağı, beni falançançı yılı padişah kelip ellerinin içinde maktagan deb siz üçün bu en katta çoğ şaraf. Sizge bu şaraf hurmatlı bir tuğan bala çakağınızga dağı ötөт. Meni atamı prezidentler maktagan kerek bolsa deysiz. Meni çoğ atamı prezident kelip maktagan deysiz. Endi hurmatlı bir tuğanlar, Allah Taala sizi maktap koysa, Allah Taala sizi estese, padişahların padişahı bolgan Allah estese sizi, bütün dünya, asman, жердин ээси bolgan Allah Subhanahu wa Taala sizdi estese, sizdi maktasa, özüňüzdi kanday elestetesiz? Allah'ın maktaşlığı hurmatlı bir tuğanlar sizge beyiş degen. Beyişteki darajanızın jogorulaşı degen. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı köp estegele, sizlerge Allah Taala şu estegeniler üçün şu dünyada dağı najatka, yani iyilikке jetersiňer, ahiretde degi iyilikке jetersiňer. Başka ayette hurmatlı bir tuğanlar Allah Taala aytat, çındığında musulman erkekler jana musulman ayallar, imanlı erkekler jana imanlı ayallar, moyun sunucu erkekler jana moyun sunucu ayallar, çınçıl erkekler jana çınçıl ayallar, sabırlı erkekler jana sabırlı ayallar, ıklaslı erkekler jana ıklaslı ayallar, sadaka beruvchi erkekler, sadaka beruvchi ayallar, abirini saktovchi erkekler, abirini saktovchi ayallar, oroza qarmovchi erkek jana ayallar, Allah'ты köp estöçü erkekler jana Allah'ты köp estöçü ayallar üçün Allah Taala ne kılat? Keçirim jana çoğ sıyılıkты dayarlap koydu diyordu. Keçirim jana çoğ sıyılık. Bizde maksat çoğ sıyılık degeni hurmatlı bir tuğanda beyiş degen. Biz şu dünyada yaşap atkanımızı en negizi Allah günahlarını keçirse beyişke kirsen. Barda musulman yüreğinde bir imanı var kişinin gamı şu, oyu şu günahlarım köp, men kansam Allah Taala geçirip koyatken dep geçirimde ardayım gamını kılıp жүрөбүz. Anan beyişke kirgizer eken degen gam menen jaşayбыз. Beyişke kirişti kalasanız, günahlarınızı keçirişini kalasanız Allah'ı zikir kılın. Allah'ı zikir kılın. Allah'ı zikir kılı hurmatlı bir tuğanlar, yüreği
turu inson Allohni zikr qiladi ekan. Payg'ambarimiz aytadi: "Masalul ladzi yadhkurulloh." Allohni zikr qilayotgan kishining misoli, Allohni zikr qilayotgan kishining misoli ikkovini ayirmasi tirik bilan o'lik odamning bilan misoliga o'xshaydi. Tirik odam Allohni zikr qiladi. Ya'ni yuragi tirik odam degan. Qalbi tirik, yuragi tirik odam Allohni zikr qiladi. Qalb, hurmatli bo'lganlar, yurak bizning butun dini a'zoyimizni podshohi. Qo'limizdagi eng cho'ng qalb, yurak bo'ladi. Boshimizdagi butun a'zolarni, butun qalb, a'zolar podshohi. O'shundoqdan hurmatli bo'lganlar, biz o'sha a'zolarni boshqara turgan yurak bo'lsa, yurakka biz ko'proq ko'ngil bo'lishimiz kerak. Qalb, yurak hurmatli bo'lganlar mag'ar bosib zangdab ketadi. Allohning zikri belangana qalblar, yuraklar tozalanadi. Allohni zikr qilishdik meni. Hurmatli bo'lganlar, az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Qalb uchun zikr demak baliq uchun suv. Suvsiz baliq ne bo'ladi? O'ladi. Zikirsizdagi qalb o'ladi. Ulamolar aytishadi, hurmatli bo'lganlar, zikr qilmay qo'ygan yurak qabriston yuragi, o'lik yurak. Aljerda o'likdir, qabriston yurak. Inna zikrallohi yatrudu shayton. Allohni zikr qilish shaytonni qo'ydi. Zikrning foydalari. Allohni zikr qilish shaytonni quvlaydi. Va yurdir rahman. Rahmanni rozi qiladi. Va yazidul iymon. Iymonni kuchaytiradi. Va zikrullohi yuzilu anil qulubil humum val ahzan. Allohni zikr qilib yurakdagi g'am, tashvish, xafagarchiliklarni yo'q qiladi. Va yamlauha bisururi va ridvan. Yurakni xursandchilik bilan, shodlik bilan to'ldiradi. Va huwa sababun li nashatil qalb val badan va quwwa. Allohni zikr qilib qalbning eng yaxshi bo'luviga, ya'ni xursand bo'lishiga sabab bo'ladi. Val badan, badandagi, a'zolardagi va quvvatli bo'lishga sabab bo'ladi. Badan quvvatli bo'lishga. Va nurul vajhi va nadaratihi. Yuzdagi Alloh taolo zikr bilan insonning yuzini dag'i nurdur qiladi. Nurdur bo'lib qoladi. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo erta bilan kechqurunda yotganda ham, turganda ham Allohni zikr qilayotgan kishilarni aqlli kishilar deb atab. Alloh taolo inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli van nahar. Kecha va kunduzni yaralishligida, kecha va kunduzni almashlanib turishligida, osmon bilan yerni Alloh taoloning ya'ni shu narsalarni yaratishligida aql egalari uchun mo'jizalar, belgilar bor. Allazina yazkurunalloha qiyaman. Aqlli kishilar Allohni turganda dag'i va qu'udan o'tirganda dag'i va ala junubihim jatqanda dag'i esday turgan kishilar. Va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Yer jana osmonni yaratishda Alloh jonida fikr qilishadi. Alloh taolo qanday sonun yaratgan yerni, osmonni deb. Allohni zikr qila turgan kishi Alloh taoloning so'zi bo'yicha aqlli kishi bo'lib hisoblanadi. Endi hurmatli bo'lganlar, zikr chaluvining foydalarini Alloh taoloning roziligini nasib etiladi. Birinchi foydasi Alloh taoloning roziligi. Eng birinchi foydasi. Zikr degani qanday zikrlarda aytsak bo'ladi? Qanday zikrlarda aytsak bo'ladi? Zikr degani kalimalari bor-ku, zikrning kalimalari bor-ku. Hurmatli bo'lganlar, zikr degani eng afzal zikr Qur'on o'qu. O'shani bilib qo'yinglar. Eng yaxshi Allohning huzurida eng sovuqli zikr Qur'on o'qu. Qur'onni o'qishni bilgan musulmon, Qur'onni o'qishni, tilovat qilishni bilgan, Qur'onni ochib turib, qalagan jeridan o'qiyotgan musulmon eng iyilikli musulmon, bilib qo'ysin. Alloh taolo shu Qur'on o'qiyotgan musulmonni yaxshi ko'radi. Mushafni ochib, Qur'on o'qiyotgan musulmonni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Zikr degani eng afzali Qur'on o'qish. Undan keyin la ilaha illalloh ko'p aytib. La ilaha illallohni ko'p qayerda bo'lsa-da o'shani aytaverish. Ana hurmatli bo'lganlar, zikr deganda biz shuni tushunishimiz kerak. Har bir uchurdan
o'zini jarasha aytila turgan zikri bor. Har bir uchurdi. Uyga kirib ketayotganda, uyingizdan chiqayotganda, tamag'ash yeyotganda, tamag'ashni yeb olgandan keyin misol uchun bismillah deb yeyish kerak, barlig'imiz bilamiz. Misol uchun shu oddiy uyga kirayotgandagi zikrni aytaylik. Uyga kirayotganda ne deb kirish kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuratib Bismillahi valajna va bismillahi kharajna va ala robbina tavakkalna. Bir qator so'z. Allohning ismi bilan giramiz, Allohning ismi bilan chiqamiz. O'zingizni tilingizda aytsangiz ham bo'laveradi. Arabchasi bo'lsa nur ustiga nur. Allohning ismi bilan giramiz, Allohning ismi bilan chiqamiz va ala robbina tavakkalna. Robbimizga tavakkul qilamiz. O'shol zikrni kim uyga kirib ketayotganda aytsa, deydi payg'ambarimiz, shayton degan narsa o'zini askarlariga aytadigan, bugun sizlarga tamoq yo'q, bugun sizlarga jata turgan yer dag'i yo'q. Bugun ko'chada qoldik deydi. Shayton ana kunduzi bilan ishlab, har xil shaytonlarni o'zingiz bilan ilashtirib, uyga kirayotganingizda shu zikrni aytib kirgan kishiga shaytonlarni ko'chada qolar. Uyga kirganda xotin bilan urushib bo'lmaydi degani bu. Uyga kirganda sizni jiningizni chiqara turgan lesh eke bo'lmaydi degan. Shaytonning vasvasasi yo'q degan. Shaytonning eng qila turgan cho'ng ishi hurmatli deb erni xotinni urushtirib qo'yish. Andan zo'r ish yo'q shayton uchun. Er xotinni talog'ini berdirib olish, er xotinni urushtirib taloqsan javobim berdim dedirish shayton uchun eng cho'ng yaxshi ish. Endi o'sha zikrni aytib kirgan kishi uchun shaytonni ko'chada qoladi. Iblis bilan o'sha kunni eng yaxshi o'tkazadi. Urushsiz. Ayollarning ko'ziga suyuqli bo'lib ko'rdi. Ko'chaga chiqayotganda Bismillahi tavakkaltu alallohi va la havla va la quvvata illa billah. Bir qator. Uyga har kuni 10 marta kirib chiqadigan kishilar bor. 10 marta. Shu zikrni aytib kirsangiz savob bo'ladi. Hojatxonaga kirayotganda A'udhu billah, Allohumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ya'ni hojatxonaga kirayotganda aytiladigan zikr hurmatli do'stlar. Payg'ambarimiz kim shuni aytsa, jinlar eng jama joylarda bo'ladi. Shuna musor joylarda, najas joylarda bo'ladi. Jinlardan qutqarilib qoladi deydi. Chiqayotganda g'ufronaka, girayotganda Allohumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ma'nisi hojatga girayotganda hurmatli deb turgani, ey Allohim, meni o'sha jinlarning, jaman jinlarning erkak urg'achisidan o'zing panoh, o'zing saqtag'in degan duo. O'shunday deb kirib ketasiz. Sizga hech narsa bo'lmaydi. Jinki ish bo'lmaydi, vasvasa bo'lmaydi. Chiqqandan keyin Allohim o'zing kechirgin deb qo'yasiz bo'ldi. Zikrlar hurmatli deb turganda barlig'i o'ng'oy. Jabta olish o'ta o'ng'oy. Damlalardan so'rangizlar. Mo'ldakelardan so'rangizlar. Nerga girsam ne bo'ladi? Nima zikrda aytsam qanday zikrda aytishim kerak? Misol uchun qabristonga kirganda aytiladigan zikr bor. Hammamiz bu zikrlarni bilamiz. Biroq boshqasini aytamiz-da. Misol uchun tamoq jeb bo'lgandan keyin hurmatli deb turganda sizlar aytadigan duo. Hamma har xil aytadi shu duoni. Jegan ichganimiz so'bi deydi, boshqa qanday duo. Biroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan duoni, zikrni o'qisangiz ham o'shaga savob bo'ladi. Siz yarim soat o'zingiz ichingizdan to'qib chiqargan duoni aytsangiz savob bo'lmay qolishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan duoni, o'rgatgan zikrda tamoq jeb bo'lgandan keyin no duoda. Misol uchun alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Rasululloh aytadi, kim ashoqatni jeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytsa, Allohga maqtov aytsa, Alloh taolo undan rozi bo'ladi degan hadis bor. Alloh taolo undan rozi bo'ladi. Qarang, oddiy bitta tamoq jeb bo'lgandan keyingi aytiladigan zikrning fazilati bilan Alloh undan rozi bo'ladi. Bu eng cho'ng narsa. Qabristonga kirgandagi zikr. Qabristonga ham boramiz, misol uchun marhumni oxirgi safarga uzatuv azamlarni ko'pchilik qabriston kirganda hamma o'zicha duo qiladi. Shu yerda o'tgan davrda Alloh rahim qilsin, jannat qilsin. Allohga yaxshi.
Biroq siz kirganda savob ola turgan zikr payg'ambarimiz meni o'rgatgan bo'lsa, o'shani qilish kerak. Assalomu alaykum ya ahla diyaril mu'minin. Mo'minlar diyori sizlarga Allohning tinchlig'i rahmi bo'lsin. Alloh taolo yaqinda bizlar sizlarning ortingizdan boramiz. Allohning sizlarga da'vo, bizga da'vo tinchligi bo'lsin, ofiyati bo'lsin deb duo qilib. O'sha duoni qilgan kishi savob oladi. Mayitlarga dagi o'sha qilingan duoni savobi tegadi. Hurmatli birodarlar, misol uchun ko'pchilik biz bozorda ishlaymiz. Bozorga kirayotgandagi duoni kim aytadi hozir? Bu yerda mana mechitda o'tiradi, biznesmenlar o'tiradi, bozorchilar o'tiradi. Bozorga kirayotgandagi duoni ko'p odam bilmaydi. Misol uchun La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumiit, va huwa hayyun la yamut, biyadihil khayr, va huwa ala kulli shay'in qodir. Mo'minlardan bu zikrni eshitib jattab qolgansizlar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumiit, va huwa hayyun la yamut, biyadihil khayr, va huwa ala kulli shay'in qodir. Kim ushul duoni bozorga kirayotganda aytsa, bozorga kirayotganda shu duoni aytsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kataballohu lahu alfi hasana." Alloh taologa million yaxshilik savobni jazatdi. Million yaxshilik. Million yaxshilikni jazat. Va muhi anhu alfi sayyi'a. Andan million jamanlikni o'chiradi. Million hurmatli birodarlar. 100 yaxshilik, 100 jamanlik deyapti, biz millionda aytamiz. Va rufi'a lahu alfi daraja. Aning darajasi, mana hozir aytdik, daraja 5 ta bo'ladi. Aning darajasi million qadar Allohning huzurida ko'tariladi. Va zalika iqtida'an bin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu duoni payg'ambarimizga erishib, payg'ambarimiz o'shunday duo, o'shunday zikr qilgan ekan deb aytgan kishi, hurmatli birodarlar, o'shunday savobni oladi. Hurmatli birodarlar, zikrda daha bir sizlarga foydalarni aytib o'tsak, Alloh taologa rozi qiladi. Kuch-quvvatni paydo bo'lishi, odam yengillikka duchor bo'lmaydi. Zikr chalayotgan kishiga Alloh taolo quvvat beradi. Misol uchun astagfirulloh va atubu ilayh degan zikr. Astagfirulloh degan zikr. Barimiz bilamiz. Astagfirulloh degan zikrning foydasi hurmatli birodarlar juda ko'p. Alloh taolo Qur'onda quvvat ustiga quvvat, kuch ustiga kuch beradi. Agar ummat, agar qavm mana shunday istig'forda aytib turishsa, Allohdan kechirim so'rab tursa. Hasan Basriy rahmatullohi alayhi oldiga kelib, kambag'al bo'lib ketyapmiz deganda astagfirulloh deb jo'natadi. Balam yo'q, balado bo'la olmayapman desa, astagfirulloh deb jo'natadi. Ekin tiginim qurg'ab ketdi, suv yo'q deganda astagfirulloh deb jo'natadi. Nega astagfirulloh meni jo'natib o'tasiz barlig'ini deb shogirdlari so'raganda Alloh taolaning oyatini aytdi: "Va qul tastagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara." Sizlarga Alloh taolo istig'forda aytsalar, jamg'ir joyi. Ya'ni jamg'ir jog'diradi. Istig'forda va yumdidukum bi amwalin, mollarni ko'paytiradi. Va yumdidukum bi amwalin va jannat, va sizlarga ekin tigin bog' rafti Alloh taolo ko'paytiradi. Bola chaqangizni ko'paytiradi degan oyatni o'qib beradi. Demak, hurmatli birodarlar, baquvvat bo'lishdir. Xohlasangiz Allohni zikr qiling, istig'forni ko'paytiring. Zikr chaluvchi odam o'zining oldinda qo'ygan har bir maqsadida iyilikka yetishadi. Biroq al uchun chin jiratdan zikrni chaluv kerak. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Erta-menangi zikrlarni qilish kerak. Tunda qilinadigan zikrlar bir, kechki mal qilinadigan zikr, o'shalarga molda keladi, o'rganinglar. Qanday zikrlar? Erta-menan qanday zikr qilaman? Kechinda qanday zikr qilaman? Meni o'qish kerak. Yotayotganda meni o'qish kerak. Qanday zikrlarni qilib yotish kerak? Ko'zimiz erta-menan ochilganda ne deyishimiz kerak? Barlik zikrlarni qilib yurgan kishining ishlarida iyilik bo'ladi. Payg'ambarimizdan so'zlarining jiyintig'i bu so'zlar. Qiyomat kuni kun yerga kelib, barlik o'zi jandirayotgan malda Allohni o'zi yolg'iz zikr qilib ko'z yosh qilgan kishiga Alloh taolo nima beradi? Salqin qilib beradi. Quyoshdan
ıssiqligini, quyoshdan, ya'ni jilligini Alloh taolo ag'a bildirmaydi. Allohning ko'lako'si bo'ladi. Zikr chaluvchilarning duosi qabul bo'ladi. Zikr chaluvchilarning duosi qabul bo'ladi. Bitta qissani aytib beraylik. Shu duolar qabul bo'lishligi jonida so'zimizni tugatamiz. Zikr jonida ko'p aytiladigan so'zlar bor. Imom Ahmad degan cho'ng olim bor. Bardinglar, taniysizlar. Hadis olimi. Imom Ahmad millionlagan hadis jattab, rivoyatchilar bilan siyratlarini jattab, Amirul Mu'minin degan maqomda olgan Imom Ahmad degan cho'ng olim bor. Hanbali mazhabini boshchisi. O'sha kishi butun dunyoda ustoz bo'lgan, butun dunyo taniydi. Iroqqa boradi. Iroqqa borib, masjidda o'tirsa, xutton o'qib bo'lgandan keyin masjiddagi qarovchi chiqin bo'ldi, xutton tugadi. Bu yerda jatolga mumkin emas deb sekin hali kishini chiqarib qo'yadi. Imom Ahmadni taniydi. Almavda endi internet yo'q, tanishtiruvchi televizor yo'q. Tuning deb hali kishini olimni ko'tarib masjidga javobini olib chiqib qo'yadi ko'chaga. Qarasam hech kim yo'q, jamg'ir-javlatadi. Qorong'i, bar joyi qorong'i deb o'zi aytib beryapti. Anan sekin qayerga borsamkin deb Iroqning ko'chalarida yursam, bir svet janib turgan yerga to'g'ri kelib qoldi. Girdim al yerga, girsam bir navvoychi ekan. Nam pishira turgan kishi taqillatib kirib, shu yerda bir qalsam bo'ladi, ko'chada jangur qorong'i bo'lib ketdi desam, giring deb yoniga o'tkazdi, choy berdi, tamoq berdi. Qamir urvatadi. Qamirda urvatadi. Qamirda har urganda subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh deb qamirda mushtavatadi. Men hali kishiga hayron qolib, butunlay Allohni zikr qilayotgansiz. Shu zikrlarning foydasi bo'lganmi sizning umringizda deganda bo'lganmi? Qanday foydasi bo'lgan? Allohdan neni so'rasam, Alloh taolo menga bergan. Shu zikrning orqasidan. Men bir narsani so'ravatam, inshaalloh shu butun dunyoga tanimol bo'lgan olim Imom Ahmad degan olimni borib ziyorat qilib deb niyat qilib turam. Shu kishini borib ko'rsam deb turam, inshaalloh Alloh taolo yetkazsa, shu kishini borib ko'raman deganda Imom Ahmad rahmatullohi alayhi qijolat bo'lgan deydi. Alloh taolo siz shu zikringiz sababli, Allohni ko'p zikr chalganingiz, zikr qilganingiz sababli Imom Ahmadni o'zi haydab sizni kulbangizga, sizni hujrangizga olib keldi. Men o'sha Imom Ahmad bo'laman deydi. Qarang, bu zikrni duolarni qabul bo'lishining belgisi. Alloh taolo barlig'imizni zikr chaluvchi, zikr qiluvchi, o'z vaqtida zikrlarni taq atqaruvchi pendalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Alloh taolo barlig'imizni iymonli kishilardan qilsin.